Biz ishsiz qolishimiz mumkin. Ders vaqtida mogodagi o'tirsa, telefonda uxlamay o'ynaysa, darsdan tushganda tugamas ko'p qismli televiziya teatri bilan o'yinga berilsa, holin shu bo'lsa, mag'lubiyat ko'chirmaslik bahona bor. İmtihan dairəsini belgilab bermsə, imtihandan ödənməysən. Belgilab bersə, başqalar tayyorlab qoyğan cavabını köçürüb, işini tüketsən. Navadı seni bir şirketin xo'jayini bo'ldi desək, undaq sen özünü qo'rqmay ishga olalamsan. Pul to'lagan alarmanga mol tegmisi da'vo qildi. Ammo sen pul to'lagan turuqliq, sana bilim bermagan o'qituvchimga rahmat aytsin. So'dining mush aqalli qoidasini tushunmasan, qo'lingdan nima ish keladi sening? Oliy maktab arzu yazganda qiziqishing va ortiqchiligingni bilmaysan. O'qish bitirgandan keyin yana shu ortiqchiliging, qiziqishingni bilmaysan. O'zingning qanday odam ekanligingni o'zing tunmasang, bilmasang, seni kim tunusun? Amaliy mashg'ulot o'tganda xiyolim tog'da. Nazariya o'tgani bo'lsa xiyolim bog'da. Ahvolim mushtursa, ishsiz qolmaslikqa bahona bormi? Kompüter asosi bilimlarini o'rgandim deysan. Ammo saviyang boshlang'ich saviyasida. Raqobatlashgidek nimang bor sening? İngliz tilini 2 yil o'rgandim deysan. Sening saviyangdan tarjim qiladigan detalning saviyasi ustun turadi. Sening bu saviyanga qaysi o'rinning ehtiyoji bor? İdeya tarbiya darsini o'rgandim deysan. Amaliyotda bu darslarni anglabmi baxmidim. Darsxonada uyquga qarshi turish iqtidoring o'sgandan boshqa ideya, axloq, tarbiya jihatlarda to'liq o'ttir maktab o'quvchilariga yetamsan. Mushu holing bilan seni kimni ishlatishga petina oladi? Yozuvchilik darsi o'rgandim deysan. Amaliyotda yonfondagi xatni o'qib, undidarda xat yozsam, adabiyotdan eg'iz olsa, titrab orom tursan. Shu holingga kimmi seni kasbiy xodim deyalaydi? Kasb o'rganyapman deysan. Yonfa o'ynashdan boshqa bir kasb bilmaysan. Hamma darslar sen uchun yonfa o'ynash dars bo'lib qoldi. Yonfani tutgan vaqtdan qalam tutgan vaqtingdan uzun. Do'stga qaragan vaqting bo'lsa, yonfani qaragan vaqting yetmaydi. Seni kasbiy bilim bor odam desa, kimmish edi? Praktikanimi ota-onangni yo'ldan uzib saqlab isbot bilan tugatdim. Ilg'or baholashda yana shu ota-onangni yo'ldan uzdim. Kelishkilarini ota-onam maktab chepib yurib o'zi ilib berdi. Qani ayta, sen xizmat izlagan yana mushundaq ishonch va tamkin tura olamsan? Shamyak-shamidam ilishkilari sahar turib nashta qilib baxtangmi? Tamoq yeyishni bilmaydigan odamning qo'lidan bir ish keladi desiz, kimga ishonsin? Birdan bir qiziqadigan o'yin. Vaqtingni eng ko'p sarf qiladigan o'yin. Tavsiya qilganingni o'ylabmi qo'ymaysan? O'zing qilgan ishni o'zing yaratmaysan. O'zingni o'zing yaratmasang, seni kim yaratdi? Cho'ng so'zlang desa, tükürkini chachirtib tag'zi cho'ng so'zlaysan. Yo'qchig'ini pulin qolmaganda, yuzingni poloda qilib, ota-onangga yelinasan. Bo'pti, qaqshti versan buni bo'lmaydi deyli. Boshqalarni qaqshti baqqan o'chi bo'lsang. Nima kunni ko'rsan ki? Yo'q. Ota-onang bo'lmasa jama qolamsan. Bu masalaning javobini o'zing bilmasam, sana nima istiqbol ekan u? Kasbini bilmasam, maktabdan og'ransa. İmtihondan o'tolmasam, muallimingdan og'ransa. Jazolansang, tuzumdan og'ransa. Ishsiz qolsang, jahondan, yordamsiz qolsang, ota-onangdan og'ransa.
Kallanda ayıplaşdan başka oy, tırlaşdan başka iş yok. Rudimentleşivatqani senin muskullaring emas. Balki insondagi aqlli bir yashash, tirikchilik qilish iqtidori. Sendeki odamlar faqat qabristonlik qarash qilaveraysan. Afsus, bugungi kunda bu qadimiy kasb yo'qolib ketdi. Qaraganda ishsiz qilishim bu qarar o'xshaydi. Sen qılalaydıganı başkalarının qılalmaslığı senin mevcut bulup turuşunun asası. Mesuliyetçilik, kesbi sapa, kesbi bilim, bardı geldi deganlarning orasida qaysini sen özünü en mahir deb çağlayalaysan? Qaysini özünü en üstün turudi deb o'ylayalaysan? Odat kunlik ishlamchilarning iqtidori sendan yuqori tursa, sen albatta ishsiz qolasan. Chunki sen qilolmaysan, ham qilmay kelyapsan. Qilib boqmadan, qilib boqishga urinib boqmadan. Şundaq bolğan ekan, sen işsiz qalsan. Sen cho'qim ishsiz qolsan. Sen işsiz qaldın. Buningga ishsiz qolsan. Menga mushundaq ishsiz qalsan. Mushunda o'ldiraversam, cho'qimsiz qolasan. Yana telefon o'ynading sen. Undaqda davomli ishsiz qalsan. Gapimizni anglab bo'lgan bo'lsang, ost qo'lingga telefonni elib, telefoningni o'yna.